Assalomu alaykum. Hurmatli agrar soha mutaxassislari. Mana biz hozir Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ekilgan 107, 103 hamda Rokki bodringlari ekilgan issiqxonalarda turibmiz. Menga hozir yetilgan holatdagi bodring mevalaridan uzib olamiz. Uni saqlanuvchanligini tekshirib ko'rish. Mana bugungi sana 27-may soat 11:38. Mana hozir maksimumdan ham terib olamiz. Mana bodringlarimizni uzib keldik issiqxonadan. 28-may tongi soat 8. Bodringlarimiz holati hali juda yaxshi. 2-iyun soat tongi 8 atrofi. Mana bandlarida qurish alomatlari bilinishi boshladi. Bodring hali ham qattiq. Bodringlarning saqlanuvchanligi bo'yicha navbatdagi video 5-iyun sanasi 27-may kuni uzilgan bodringlarning holati. Uzilganiga 10 kun bo'lgan bodringlar. 107 bodringi baribir haligacha qattiq. Assalomu alaykum. Hurmatli agrar soha mutaxassislari. Mana biz hozir Alfa Agro kompaniyasini Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ekilgan 107, 103 hamda Rokki bodringlari ekilgan issiqxonada, Baxtiyorkan issiqxonalarida turibmiz. Bu yerda mana shunaqangi hozir yetilgan holatdagi bodring mevalaridan uzib olamiz. Maqsad uni saqlanuvchanligini tekshirib ko'rish. Hozir mana bugungi sana agar ko'rinsa 27-may soat 11:38. Mana shu mevalardan terib olamiz. 107, 103, mana 103 maksimum. Endi hozir ancha bodringlar oxirlab qolgan hosilda. Shulardan hozir terib olamiz. E'tibor berishinglarni so'rardim. Mana tegida namligi u qadar yuqori emas. Bodring yetishtiruvchi dehqonlarimiz yaxshi bilishadiki, namligi yuqori bo'lsa, saqlanuvchanligi ham yuqori bo'ladi. Biz hozir maqsad o'sha saqlanuvchanlikni albatta aniqlash bo'lganligi uchun endi keyingi videolar bilan ham albatta o'rtoqlashib boramiz, lekin holatni ham e'tiboringizga havola qilib o'tmoqchimiz. Chunki suvga to'ygan bodring bilan chanqab turgan bodringni terishda ham farq bo'ladi albatta. Shuning uchun tuproq holatini ham ko'rsatib o'tishga qaror qildik. Mana hozir maksimumdan ham terib olamiz. Albatta saqlovchanligi borasidagi keyingi videolar bilan ham albatta o'rtoqlashib boramiz. Mana bodringlarimizni uzib keldik issiqxonadan. Oddiy xona sharoitida saqlanmoqda. Taxminan 24 soat o'tdi vaqt. 28-may tongi soat 8. Bodringlarimiz holati hali juda yaxshi. Qattiq. Bu ham qattiq. Uchala davomimiz ham qattiq yaxshi holatda. Oddiy xona sharoitida. Navbatdagi video 29-may
soat tongi 8lar atrofida 8:21 bodringlarimiz holati mana. Hali juda ham yaxshi saqlangan. Oddiy xona sharoitida. Quyosh nurlari tikka tushmaydigan soyali joyda, oddiy xonada. Qattiq. Juda ham qattiq. Navbatdagi videomiz mana bugun 30-may. Bodringlarimiz 27-may kuni uzilgandi. Qattiqligi hali juda ham yuqori holatda. Juda ham qattiq, sarxil turishi. Oddiy xona sharoitida saqlanyapti. Mana kuzatishingiz mumkin, bandlarining uchlari ozgina quribdi. Lekin bodringning o'zi juda ham yaxshi holatda. Bodringlarni saqlanuvchanligi bo'yicha navbatdagi video tongi soat 8:30 31-may 107 bodringga. Bandlarida birozgina o'sha qurish alomati bor, lekin bodring o'zi zo'r qattiqligi. Maksimum. Bandlarda biroz qurish alomati bor, lekin bodring juda ham qattiq, sarxil holatda turibdi. Zo'r. Roki. Zo'r, qattiq holatda turibdi. Aytib o'tganimizdek, bodringlarimiz oddiy sharoitda saqlanmoqda. Mana navbatdagi videomiz. Faqat bu video bir kundan keyin olinmoqda. Sababi har kuni olinganda farqni sezishni iloji kam. 2-iyun soat tongi 8 atrofi mana bandlarida qurish alomatlari bilinishni boshladi. Lekin bodringlarning o'zi hali yaxshi saqlanmoqda. Qattiqligi ham yaxshi.